Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov o'zining alohida xususiyatlari bilan muxlis va mutaxassislar e'tiborini qozonib kelmoqda. 22 yoshli legionerimiz Angliya Premyer Ligasining eng tezkor futbolchilaridan biri hisoblanadi. Yevropa Chempionlar Ligasida ham Husanov eng katta tezlik namoyish etgan futbolchi sifatida tan olingan. Angliyalik yulduzlar Manchester Cityda eng tezkor o'yinchi kimligini aniqlash maqsadida jamoa hujumkor futbolchisi Jeremy Dokudan shu masalaga oydinlik kiritishni so'radi. Eng tezkori Husanov. Hamma uning qanchalik tez ekanini biladi. Menimcha 15 metr masofada ustunlik men tomondan. Bu borada o'zimga ishonaman. Ammo 40 metr masofaga yugurishda Abduqodir yutadi deb o'ylayman, dedi Jeremy Doku The Telegraph nashriga bergan intervyusida. Ta'kidlash joizki, angliyalik jurnalistlar bir muddat oldin xuddi shu savolni Abduqodir Husanovga ham bergan. O'shanda o'zbek futbolchisi kamtarlik qilib, Jeremy Doku o'zidan tezkor ekanini aytgan. Ta'kidlash joizki, har ikki futbolchi Manchester Cityning joriy mavsumdagi muvaffaqiyatlariga juda katta ta'sir o'tkazib kelmoqda. O'zbek futbolchisi Angliya Premyer Ligasi, Mamlakat Kubogi va Liga Kubogida, shuningdek Yevropa Chempionlar Ligasida ham jami 33 marotaba maydonga tushdi. Shu o'yinlardan aksariyatini boshlang'ich tarkibda boshladi va to'liq o'ynadi. Ta'kidlash lozimki, Abduqodir Husanov va Jeremy Doku joriy mavsum tugashi bilan o'z mamlakatlari milliy terma jamoalari safida AQSh, Kanada va Meksikada bo'ladigan jahon chempionatiga ishtirok etadi.